Xayrli shanbalar. Butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar yana sizlarning oldinglarda. Yo'qab ketsak, bizni yaxshi ko'radigan qarindoshlarimiz bor. Azdir ko'pdir so'zimizni anglaydigan qarindoshlarimiz. Sen nim bo'lding, nima ketding degandek gaplar bilan yana mushundaq siyosiy masalalar ustida yana takrar o'tirg'i chiqishga majbur bo'lyapmiz vatandoshlar. Men rostdan desam, shu mediada so'zlash, tushundirish degan ishlardan hamda to'yib ketdim, zerikib ketdim desam bo'ldi vatandoshlar. Buning nima sababligini men jiq takrorlab yurmay, bugun sizlarga takrorlab qo'ydigan asosli bir qisqagina masala bor. Ya'ni shu men Facebook'imga qo'shib qo'ygan masalan dunyodagi batareyalarning 96% Uyg'ur davlatidan chiqadi ekan, keladi ekan degandikin, ammo shu O'rta Osiyodan o'zi turk tili hamda o videodagi. Turk tilida bo'lgandikan, O'rta Osiyodan bo'lgan qarindoshlarimiz endi turk tilini yaxshi bilib ketmaydi. Ham bu qarindoshlarimiz bu nima degan gapga buni tushuntirib qo'ysang deb mushundaq bir savollarni qo'ygan bo'ldi. Asosliq men buni ulaplar bu so'zni chiqib, men u qarindoshlarga masalan dunyodagi batareyalarning 96% Uyg'ur davlatidan chiqadi ekan deb tushuntirib qo'ysam toza yaxshi bo'lmaydi ekan. Shuning bilan men buning hozirroq bir qo'shimcha qilgash millatim xalqimga tushuntirib qo'yay deb o'yladim. Bu batareya masalasi emas, meniki ko'pchilikka deydiganim bu bir batareyalar masalasi emas, ya'ni Uyg'uristonning, Uyg'ur davlatiningki xalqaradagi bir o'rni masalasi ekanligini ko'pchilikka tushuntirib qo'yay dedim. Ya'ni mening bugun tanishtiradigan asosli temam Uyg'ur davlatining xalqaradagi o'rni yoki xalqarada nima uchun muhim degan shu masala bo'ladi vatandoshlar. Buniga men alohida tayyorlik qilib ketmadim. Shu masalani tushuntirib qo'ymoqchi vatandoshlarimiz. Undan burun biz dunyo vaziyatlariga kelsak, millatimizning beshiga nihoyat qattiq qiziqqan Turkiyadagi saylanma oxirlashgan bo'ldi. Erdo'g'an apandima taxtga chiqib olgan bo'ldi rostdan degan chaqda. Bu to'g'riliq jiq talash-tortishlar bo'lindi. Men qisqa ancha-muncha cho'ng-kichik yozmalarni yozib turdim. Bu demokratiya bilan diktatura o'rtasidagi bu kurash degandek, ya'ni Xitoy tarafdorlari bilan Amerika tarafdorlari o'rtasidagi shunday bir keskin kurashlar bo'layotdi degan. Mening Facebook'imda izlagan qarindoshlar yaxshi biladi. Birinchi qatimliq saylovda ko'zinglar ko'rgandek har ikki taraf sizlar bilgandek har ikki taraf g'alaba qilolmagan bo'ldi. Ikkinchi qatimliq maslikaga vaqtimizda biz ayni degandek men 28-chislo kuni ikkinchi qatimliq saylov bo'lishidan 6 kun avval Facebook'imga yozib qo'ygan rus tilini mukammal biladigan Ozarbayjon avlodi Sinan Ugan apandim Erdo'g'anni qo'llaydigan bo'ldi. Demak, Rus va Xitoy tarafdori taxtga chiqdi degandek shundoq bo'ldi vatandoshlar. Chunki o'tirdiki farq 5%lik farq bor ilgari, oxiri Sinan Uganning qo'lida shu 5%lik farqni saqlab turayotgan son bor. Bu sonni Sinan Ugan apandim Erdo'g'anga berish orqali Erdo'g'an apandimni taxtga chiqargan bo'ldi. Biz Sinan Uganga qarasak, ilgari shu Uyg'urlar to'g'riliq nihoyatda qattiq Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini rad qilgan, o'zininki shundaq badbashir so'zlari bilan bir siyosiy maydonda Uyg'urlarningki nihoyat qattiq ohonatiga raddiya berishlariga duch kelgan inson. O'zi o'ris tilini yaxshi biladigan, o'zining xabarlaridami chiqqan chaqdimi dedi. Masalan, saylov bo'lishdan avval menga hatto o'lim tahdidlari kelyapti degandek gaplarni o'zi mediada, Turkiyaning mediasiga chiqib turdi dedi. Demak, bu yerda majburlash orqali biz degandek, ya'ni Rus va Xitoy tarafdorlari uning besim ishiltish orqali saylov beltigini Erdo'g'anga tashlaysan deb majburlatish orqali Erdo'g'an apandimni taxtga chiqargan bo'ldi desek bo'ldi. Ya'ni taxtga chiqaruvchi bu qatimqi Erdo'g'an apandimni ikkinchi qatimliq saylovda ufib chiqib taxtga chiqaruvchi birinchi shaxs Sinan Ugan apandim. Buni har qanday qadam e'tirof qildi. Sinan Ugan apandim kim desangiz, o'ris tilini mukammal yaxshi biladigan Ozarbayjon avlodi. Bu shaxs o'tirg'i chiqargan bo'ldi. Demak, xulosa shundoq deb tushunsak bo'ldi vatandoshlar. Erdo'g'an apandim taxtga chiqdi. Hamda Uyg'urlar masalasiga nisbatan aytgan chaqda ko'plagan duolarni qilishib ketdi, undaq emas. Degandek Erdo'g'an apandim Xitoy va Rus tarafdori urib ketaverdi.
Xitoy va Rus tarafdori bo'lib ketaverdi. Ko'rdingiz, taxtga chiqqandan keyin ana lirasi o'sib ketdi. Skyrocket osmon qarab turib uchish qarab turib mangdi. Biz ilgari şu saylan mezgil kelgan chaqda Uyg'urlarga jiq nasihatlarni qildik. Qarish kelsa kim chiqsa chiqsin, Turkiyaning iqtisodiy mushundaq palash holatda mangdi. Lira masalalari mushundaq mangdi. Uninga nayt jiq pul kerak. Shuning uchun Uyg'ur masalasi Turkiyadagi bir siyosiy kuzurning birisiga aylandi. Shuning uchun bakchiq talashda chiqib ketmang. Iqtisodi nachar, liraning pahallik darajasi 40%. Andaq bo'lgandan keyin bizga nisbatan bir cho'ng bir siyosiy ko'rinish o'tirg'i chiqmaydi deb takrar degan ishlar degandek bo'ldi. Hozir Erdo'g'an efendimniki Qatardan 40 milliard dollar pul olganligi har turli ishlar o'tirg'i chiqyapti. Undan keyin uzoq qolmay ko'rsiz Xitoyga boradi, Rusga boradi, siyosiy yo'l shunday bo'ladi vatandoshlar. Undan boshqa desak vatandoshlar xalqarodagi vaziyatni desak, masalan Taliban bilan Eron o'rtasida azroq urush jidal mojaro ishlari chiqqan bo'ldi. Ya'ni suv masalasi tufaylidan vatandoshlar. Mayli o Turkiyaning atrofidagi davlat bo'lsin, O'rta Osiyo bo'lsin, bu rayonning ichida kelgusida suv masalasi tufaylidan 100% u rayonda urushning chiqadigan aniq. Va yoki Ozarbayjon bilan Armeniya o'rtasida, va yoki Ozarbayjon bilan Eron o'rtasida, va yoki Taliban bilan Eron o'rtasida, va yoki Taliban bilan O'rta Osiyo o'rtasida, va yoki Taliban Afg'oniston bilan Pokiston o'rtasida kelgusida suv masalasi tufaylidan urushning chiqadigini tabiiy va 100% aniq. Chunki Xitoy hukumatı u rayonga Ipak yo'li qurilishi bo'yicha masalan Afg'onistonga, Pokistonga har turliga bu qurilish qilyotdi. Masalan, suv elektr stansiyasi, har turli suv elektr stansiyasini qurish jarayonida bu suvni yig'ib to'plab oladigan gap. Bir davlat suvni yig'ib to'plab olgan vaqtda ikkinchi bir davlatga boradigan suvning miqdori ozayib ketgan vaqtda tabiiyki urush kelib chiqadi. Bugungi Eron bilan Taliban o'rtasidagi jidal mojaroning boshlanishi mumkin shu. Bu faqatla bir vaqt masalasi. Kelgusida masalan Taliban bo'lsin yoki Eron bo'lsin bular masalan Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida ilgari suv jidal mojarolari bor. Masalan Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida suv jidal mojarolari bor. Buning tubki asosi Xitoy bunga mablag' soldigan gap. Unda qo'ysa sening muyoq o'tirib suvni yig'ib to'plab bunida elektr stansiya qursang sana munchilik foyda keladi deb o'tirib buning mablag'ini solgandan keyin elektr stansiyalarini qurdi, suvni to'playdi, ikkinchi bir davlat keladigan suvning miqdori ozayib ketadi. Undaq bo'lgandan keyin bu rayonlarda suv tufaylidan urushning kelib chiqqan. Faqatla vaqt masalasi va yoki O'rta Osiyoda bo'lsin, Eron bilan Afg'onistonda bo'lsin va yoki Afg'oniston bilan Pokistonda bo'lsin, suv masalasi tufaylidan urushning kelib chiqadigan aniq. Buningga tipik birdan-bir sabab bo'lgan Xitoy va Xitoyning Ipak yo'li projekti. Ipak yo'li qurilish sistemasi bo'ldi vatandoshlar. Buni bundaq bilaylik. Endi yana birisi dunyoda masalan biz ilgari ko'pchilikka tunishtirib o'tgan BRICS deydigan masalan 5 davlat, ya'ni Xitoy, Hindiston ketdi, Rossiya, Braziliya, Janubiy Afrika qatorliq 5 davlat Amerikaning dollarga qarshi bu yerda bir pul birlik sistemalarini kelishtiryotdi. Yani dollar işletmeslik sistemisi boyunca shundoq bir hareketler bo'lyapti. Bu endi bugungi ish emas, hali uzundan birisi bor. Bu shu 2 kundan birisi Janubiy Afrikada yig'in ochgan bo'ldi. Yani bular 8-oy mezgilida yana bir qator Janubiy Afrikada yig'in ochdi ekan. Yig'in ochgan vaqtning o'zida shu Janubiy Afrika prezidentini mening bilishimcha CNN muxbiri ziyorat qilgan chog'da ikkisining o'rtasida keskin talash-tortishlar bo'lindi. Ya'ni bu BRICS deganga Vladimir Putin efendim 8-oyda qatnashmoqchi bo'lgan vaqtida Janubiy Afrika buningga tutish buyrug'i, ya'ni xalqaro kriminal kodga a'zo bo'lgan tutish buyrug'i chiqaramdi, chiqarmamdi degan masalada ig'ir savollarni qo'ydi. Ikkisining o'rtasida talash-tortishlar bo'lingan bo'lindi vatandoshlar. Chunki hozirgi ehtimollikdan qaragan vaqtingizda 8-oyda mana shu BRICS, yani Amerika G'arb dunyosiniki, yani G7 degan masalan G7 degan davlatlarga qarshi qurilgan BRICS ittifoqininki yig'ini 8-oyda Janubiy Afrikada o'tkazilmoqchi ekan. Bu rayonga buningga Putin efendim qatnashmoqchi ekan. Agar qatnashib qolgan holatda masalan Janubiy Afrika hukumati
xalqaro jamiyatninki qo'ygan kelishimnomasi bo'yicha Putin efendimga tutish buyrug'i chiqaramdi, chiqarmamdi, tutish buyrug'iga moslashmamdi, moslashmamdi degan masalada bu oldimizda savol bo'layotdi vatandoshlar. Buningga diqqat qilib qo'yishinglarni umid qilamiz vatandoshlar, ko'ramiz. Endi bizga kona masala bir yildan bir ortiq vaqt bo'ldi. Rossiya Ukraina urushi davomlashadi vatandoshlar. Buningda jiq bir burilishlar kelyapti. Ilgari biz Yevgeniy Prigojinninki videolarini ko'rish orqali Rossiya Ukraina o'tirsdi degan. Bugun mayli Rossiya hokimiyati Kiyevga qanchalik bombalarni yog'dirgan bo'lsin, Amerika va G'arb dunyosida o'rinlashtirgan Patriot sistemalari Rossning atgan bombalarining %99%ning hammasini tushirib o'tyapti. Hamda undan boshqa hozir Zelenskiy hokimiyati e'tirof qilmaydi, biz atmadik deydi, ammo bombalar Moskva hokimiyatining ustida uchib yurdi va u yoqqa hujumlar boshlanib ketyapti. G'arb dunyosi o'zining Ukrainaga bergan so'zi bo'yicha F-16 ning mashq tarbiyalari bitgan vaqtning o'zida F-16 ni berdiganligi, boshqa qurol yaroqlarni berdiganligi va yordamlarini davomlashtiryapti. Demak, bu yerda Putin efendimni, masalan, Zelenskiy Putin efendim haqida Antony Blinken efendim shunda debdi, shu bir kun avval xabarda dunyodagi ikkinchi qudratli Rus armiyasi degan armiya Ukrainada ikkinchi darajalik armiyaga aylanib qoldi degan. Ash to'g'ri vatandoshlar. Rossiya dunyodagi ikkinchi qurolli kuch, buyuk kuch degan kuch Ukrainada dunyodagi ikkinchi armiyaga aylanib qoldi. Mundaq aytgan chaqda vatverga chiqib ketdi. Shalvaga eqib ketdi, rostini degan chaqda innovatlari dahshat tushib ketdi vatandoshlar. Buni biz bundaq bilishimiz kerak. Demakki, Rossiya hokimiyati mushundaq mangan vaqtning o'zida ya ikki qismda siyosiy o'zgarish bo'lib, Putin efendimni xalqaro sudga topshirib berdi. Meni tushuncham shundaq. Ilgari shu ba'zi komik filmlarning hammasi chiqqan voy Putin efendim masalan Zelenskiyni tutib olib Moskvada sotlaydi degan. Menimcha uning dal aksicha, menimcha Putin efendim xalqaro tarafidan, ya'ni Zelenskiydek bir mansitmagan Rossiya hokimiyati Putin efendim mansitmagan kuchning ostida menimcha xalqaro sudga chiqadigandek ko'rindi. Faqatla bir vaqt masalasi deb ko'rindi vatandoshlar. Onundan başqa dunyoda bo'layotgan masalalarni deb kelsak, endi gaplar jiq vatandoshlar. Buning orqali masalaning vaqtinglarni jiq olmay, avval shu tili turkcha ekan, buni ko'pchilik qo'yib bergandan keyin men o'zimniki qisqa tushunchamni o'ttirg'a qo'yib qo'yay. Mana qaranglar. Şimdi bataryalar, dünyadaki bütün bataryalar Çin malıdır. Bunun da en büyük sebebi bataryaların içerisinde kullanılan Yamper çıkıp kaldı, anlasana buldu mu? Elemanların kullanılması gerekiyor. Şimdi batarya dediğiniz sistemde anot, katot ve bir separatör var. İyonlar bir taraftan bir tarafa geçtiği zaman enerji aşağı çıkar. Enerji verdiğiniz zaman da öteki tarafa geçer. Bu önemli olan bir petrokimya ürünü olan separatörün içindeki delikler çok önemlidir. Eğer rare earth mineral yani nadir elemanı kullanmadığınız takdirde bu çok çabuk bir ay içerisinde o bataryalar ölür. Bunun çıktığı tek yer Şincan Uygur bölgesi. Dünyadaki en büyük problem de bu zaten. Ve dünyadaki en önemli malzeme böyle petrol, altı falan değil. Kesinlikle rare earth mineraller. Bunun %96'sı Şincan Uygur bölgesi, yani Çin'in kontrolünde olan bir bölgeden çıkar. Diğer %4 de Çinler tarafından satın alınmış vaziyette ve tamamen %100 Çinlerin monopolisinde olan. Anladınlar vatandaşlar. Bunun da muhbir bir Türk injenerden soravatdı. Bu traktörünü siz yasavatımsız degan vaqtingizda, ya bunun bataryalarının hammasi bunun batarya degan bunun en qo'lliq muhim bo'lgan qismi, ya'ni bu Xitoyning milliy hisoblanadi. Xitoyning qayerda degan vaqtida Xinjiang o'zat bölgesida edi, ya'ni bizning Uyg'ur davlati Uyg'ur Cumhuriyatidan chiqadiganligini deyapti. Ya'ni %96%ninki mushu bataryaga ishlatadigan rare metallar shunday deydi, bu nadir metallar. Biz az uchraydigan metallarning %96% dunyodagi. Mushu traktorni misol qildi bu yerda. Bunun 96%'i şu Uyg'ur davlatidan chiqadi deyapti vatandoshlar. Bu yerdagi masala, meni ko'pchilik tushuntirib qo'ydiganim, bu yerda bir kichik bir traktorning batareyasini o'z ichiga olibdi. Traktorning batareyasini deb Muşun 96%'i bu Uyg'ur davlatidan chiqadi. Qolgan 4%'ni bo'lsa boshqa yerdan, ya'ni Xitoyga setib berish orqali
Xitoy shu batareyalarni ishlab chiqaryapti. Biz bundan akiliblar bir hal qilg'ish narsa bir batareya yo'q hamda. Traktor bo'lsin, hamma narsa bo'lsin. Buni qarashtirib biz yasavatimiz degan real faktni o'tirib qo'yadi. Bu to'g'riliq Dünyada xilijiq mulayizlar chiqqan, masalan Seriq To'pa, Uyg'ur davlatidan chiqayotgan Seriq To'pa. Masalan Uyg'urdagi ba'zi siyosatchilar buni so'zlab chiqqan vatandoshlar. Endi bugun nima uchun bugun so'zlaymiz degan vaqtimizda bizning millatimizga mana shunday masalalar Uyg'ur davlatidagi Seriq To'pining oz uchraydigan metallardan manch qismi bizning davlatimizdan chiqadigan mandaq desak, bizning endi qashon nodon xalqimiz buni ishonmaydi kelib. Mana shunday turklar degan vaqtimizda, boshqa millat degan vaqtimizda shundaqmikan deb o'tirib bu yoqqa qaraydi. Biz bu masala kelgan vaqtimizda boshqa siyosatchilar ozdir ko'p so'zildi, biz jiq so'zlamagan. Ham dunyoda shu oz uchraydigan metallar haqida jiq muloyizlar bo'lindi. Jiq muloyizlar bo'lindi. Vatandoshlar, mening sizlarga aytganim bu yerda bir batareya masalasi emas. Batareyada eng muhim bo'lgan narsa bu yerda litium deydigan bir element masalasi eng muhim. Biz faqat bir litiumni misol qilaylik. Mushu dunyodagi oz uchraydigan metallar litiumni misol qilsak, litiumning masalan oz kam %96% bizning Uyg'ur davlatidan chiqadi. Litium anda bo'lgan biz bugun nimaga ishlatadi? Mayada muxbirda degan vaqtimizda odatiy bir traktorni misol qildi, qapoq traktorni anda emas. Litium degan bu elementni ayni vaqtida Xitoy hukumati shunda degan. Men shu litiumni qoral qilib o'tirib, dunyodagi har 10 kishining birisining ishigini men chekiman deb turib shunda degan. Buning ishiga men kirman degan. Ya'ni bu litium odatdagi metal emas. Odatdagi nodir moddalar emas. Bu traktorda ishlatib qolmas, siz ishlatayotgan telefon, bugun ishlatayotgan sizning kompyuterlaringiz, ishlatayotgan aqliy mashinalar, hattoki va hatto Amerika, Yevropa, hatto Xitoy, siz maqtab ketgan Turkiyalaringiz qog'ozda ishlab chiqarayotgan boshqariladigan bomba, ilg'or bombalarni aqliy minsida ishlatadigan bu nozik metallar bizning davlatimizdan chiqadi. Ya'ni litium elementi bizning Uyg'ur davlatidan chiqadi vatandoshlar. Shuning uchunmi Xitoy buni refiyag'im chiqadi? Masalan 2 milliard dollar mablag' selish orqali masalan Taklamakan vodisida, Tarim vodisida bu litiumni ko'plab ishlab chiqarish uchun bu yerda harakatni boshlaganligi, bu yerda refiyaning xabarlari bu turdi, Uyg'urlarning ichida turdi. O'ylab qo'yinglar vatandoshlar. Bir odatda litium degan bir element sizning bugun hayotingizda kam bo'lsa bo'lmaydigan, mush aqli deydigan narsaniki Muşiniki can tumur bo'lgan narsalar 96% oz kam 96% %99% ediysiniz bo'ldi bizning Uyg'ur davlatidan chiqadi ekan. Anda qo'ygan bo'lsa siz o'ylab beqing. Dunyo xalqi Uyg'ur davlatisiz, Uyg'urlarsiz bir kompyuter ishlab chiqara olamdi ekan. Bir telefon ishlab chiqara olamdi ekan. Bir raketlarni ishlab chiqara olamdi ekan. Birsi F-35 ni ishlab chiqara olamdi ekan. Yoki turklaringiz, yoki bo'lmasa boshqa arablaringiz buning siz o'tirib boshqalarga dominate qiladigan, boshqalarga cho'ngchil qiladigan bir bombalarni ishlab chiqara olamdi ekan. Ishlab chiqara olmaydi vatandoshlar. Shuning uchun bizning tuprog'imizning qadrini bizdan ortiq dushmanlarimiz nihoyat yaxshi biladi. Shuning uchun dunyoda Uyg'urning dushmani eng jiq. Bugun Xitoy Uyg'ur degan bir millatni yo'qitib etimiz degan bo'lsa, tashqi dunyoda va ichimizda bütün casuslar, xoinlar, kofirlar, munofiqlar, insonsizlar va insonning bir ustini emib cho'ng'ilganlarning hammasi yo'q bu tuproq sening emas. Bu tuproq onamning tuprog'i, manamning tuprog'i, manamning tuprog'i, bütün turkning tuprog'i, bütün kurkning tuprog'i deganligining o'zi shu dunyodagi Uyg'ur davlatida ko'zi bor. Bütün Uyg'ur davlati ko'zi va inson uchun xizmat qilayotgan insonlar deb turib tushunsanlar bo'ldi vatandoshlar. Demak, cho'g'in Uyg'ur davlati mustaqil bo'lgan vaqtda, ozod bo'lgan vaqtimizda, yo'q bu sening emas, mening bor degini, mening haqqim bor, yoki qozoqning haqqi bor, yoki davlati bor, yoki o'zbekning, turkning, tojikning, falon pokining haqqi bor. Shuning uchun biz u turkning davlati deymiz. Deganlikning o'zi nima? Bu tuproqniki va tuproqning ostida turayotgan bu dunyo uchun bo'lmasa bo'lmaydigan mushu moddalarning egisining Uyg'ur bo'lganligi. Shuning uchun bu Uyg'urni dunyoda eng ashaddiy dushmanlashtiryapti. Uyg'urga qamlisin deyapti nurg'ullar. Hatto sizning Turkiya birkilaringizda musulmonlaringizdan tatib hammasi Uyg'ur yo'qolib ketsin, o'lib ketsin, osh tuproqni vaqt kelib qolsa dunyoga hammasi bir uylashtirib olaylik, tortishtirib olaylik, Uyg'urga bermaylik deyapti.
Shuning uchun Amerika va G'arb dunyosi bugun davoimizni Amerika G'arb dunyosi Uyg'ur degan 6 harfni o'tirg'i chiqarib o'tirib bu davoni qilayotgan vaqtimizda yana ichimizdagi nurg'un maxluq yo'q bu musulmon dunyosi, turk dunyosi, purk dunyosi bo'lmasa biz aslo mustaqil bo'la olmaymiz. Shuning uchun bu o'tirib bu tuproqni o'tirib turkning hammasini deyishimiz kerak deb o'tirib yana Xitoy tarafga ketayotgan Xitoy bilan hamkorlashib kelayotgan atalmış musulmon davlatlarga davoni akitish, davoni ashaki jiroqlashtirish bu orqali bizni Amerika va G'arb dunyosidan jiroqlashtirib, dushmanimiz Xitoy bilan hamkorlashayotgan Turkiya, Kurkilar bo'lsin, musulmon dunyosining ichiga tiqish orqali bu ikkinchi qator Uyg'urni davlatsizlashtirish qilayotgan harakatning nimaligini siz buni bilib olsangiz bo'ldi vatandoshlar. Biri bundaki en çok nazik metali. Biz ilgili sözlerimiz degan. Mesela dünyanın paxtasınınki qancha %'ni? En az bo'lgan vaqtda dunyo paxtasınınki 20%'ni, bazılar oturup 80%'indeydi. Uyg'urlar ishlab chiqardi. Uyg'urlar paxta ishlab chiqaramagan chaqda Yevropa, Amerika nurg'iya oturup qo'ng ishtonsiz qoldi. Ondan başqa pomidor mahsulotlari. Mesela pomidorda ishlab chiqarilgan mesela dünyanın 80% Uyg'urlar bunda gaplarni deb kelsak intayin. Endi Uyg'ur davlatining dunyodagi o'rni degan maslik kelsak vatandoshlarimiz shuning uchun muhim. Shuning uchun Uyg'ur degan muhim, Uyg'urning davlati degan narsa bu muhim dunyo uchun. Bizning mustaqil bo'la olishimizga birdan-bir ishonchimizmi dal mushiyada. Chunki uni dunyo qanday qilib bo'lmasin o'zi kerakli bo'lgan narsani Xitoyga bu petim og'zimga tashlab bermaymiz deydi. Shuning uchun Uyg'ur deydi. İçimizden çıkan casus munafiqlar bo'lgan chaqda ya qanday qilsa Uyg'ur dema. Bu Uyg'urning yeri emas, Uyg'ur qurib ketsin deb turib shunda deydigan gap. Ikkinchi ish qaysi ish degan vaqtimizda ilgari masalan Xitoy hukumatı Amerikaningki shu dengizlik ustunligidan foydalanib bunaqa har qanday qilib o'tirib dengizda Amerikaga taqobil tura olmaydigini bilgan Xitoy hukumatı qanday qildi degan vaqtimizda biz bir Ipak yo'lini boshlatdi. Ipak yo'lida 130 davlatdan oshadigan Ipak yo'lini boshladi. Biz buni millatimizga takror dedik. Bu Ipak yo'li Uyg'ur davlatidan boshlandi dedik. Uyg'ur davlatidan, ya'ni Xitoyda ishlab chiqargan tovarlar Uyg'ur davlatidan boshlanish orqali Yevropa, Amerika, Turkiya dunyoning ham yeriga taqaydigan gap. Anda qolsa, xomashyoning bu yoqqa eqib kirish nuqtasi naq ash yo'l, ya'ni Uyg'ur davlatidan Xitoyga qaytadigan gap. Xitoyga kiradigan gap. Shuning uchun dunyoda bo'layotgan cho'ng urushlar, cho'ng jidal majralar, mushu Uyg'ur degan ol tarafning atrofida chugilab yurib, bombalar portlashga boshlaydi, urushlar chiqishga boshlaydi. Buni yodingizda bilsangiz bo'ldi vatandoshlarimiz. Ba'zilar shunda biz ilgari suhbatlarimiz degan Ipak yo'lining qimmati hech qanday vaqt o'zgarib, xulos gap kelsak, Rossiya Ukraina urushi portlagandan keyin, masalan, energiya masalasining yo'tkilishi jihatlarda Yevropa, Amerikaga ketayotgan Rossiyaning gazlari, Ozarbayjonning gazlari, Turkmanistonning gazlari, hatto Gazpromga bog'langan Qozog'istonning gaz neftlari Gazprom orqali Yevropa, Amerikaga to'shilgan neft, gaz qatorliqlar embargo yurgizish tufaylidan bu Xitoy tarafiga qarab turib egildi. Ya'ni Xitoyga setish qarab turib mangdi. Buning birdan bir kesishim nuqtasi, Xitoy o'tadigan kesishim nuqtasi, qaysi o'tish nuqtasi? Uyg'urlar, Uyg'ur davlati. Hozir Turkmanistonning gazini Xitoylar 10,000 kilometrlik turbil yo'l yasash orqali buni Uyg'uristonga boshlabdi. Qozog'istonda o'tirib, mangdigan neft, gaz, Xitoy o'lkalariga to'shilgan gaz, neftlarning hammasi Uyg'ur davlatidan boshlandi. Rossiyaning Uyg'ur davlatidan boshlandi. Anda bo'lgan bo'lsa, Uyg'uristonningki Uyg'ur davlatining xalqarodagi o'rni qanchalikka vatandoshlarimiz sizlar buni bayqalib, buni bilib baqsanglar bo'ladi. Anda qolsa Uyg'urlar dunyoda qanchalik muhimki, buni yaxshi o'ylanib baqsanglar bo'ldi. Nima uchun bizning dushmanlarimiz ichimizdan chiqqan o'zini Turkiy deydigan munofiqlarimiz nima uchun Uyg'ur degan ismga buni ashadlik bilan o'shganligining yana bir qator o'ylanib baqsang oldi. Yana bir bu yerda nurg'un qarindoshlarimiz dedi, Ipak yo'li, masalan Amerika G'arb dunyosining o'zidagi jidal majra tufaylidan o'lamdi. U vaqtimizda Uyg'urlarningki mesela hozirgi Uyg'ur davlatiniki dunyo siyosatidagi dunyo strategik o'rinda o'zgarish bo'lamdi degan savolni qo'ygan bo'ldi vatandoshlar. Bu narsa o'zgarmaydi vatandoshlar. Bugun Amerika bilan Xitoy har qanday jidallashish orqali Ipak yo'lidagi masala talash tortishlar orqali yoki Xitoy cho'ksin va yoki Amerika cho'ksin va yoki ikkisi tang cho'ksin.
Xitoy cho'kkan ahvol ostidami Ipak yo'lining dunyodagi siyosiy strategiyasi o'rni o'zgarmaydi vatandoshlar. Bugun Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi shu savdo manfaat urush jidal mojarolari tufaylidan va yoki viruslar tufaylidan Xitoydagi cho'ng korxonalar, masalan buning tipik misoli Olma shirkatining Hindistonga chiqib ketganligini ko'rasiz. Va yoki boshqa shirkatlarning Hindistonga asta-asta ko'chib chiqayotganligini ko'rasiz. Chunki ingliz tilli matematik usta o'zi ishchan, emgak qurilmasi Xitoydan qilishmaydigan 1 milliard 400 milliondan oshdi. Bu bir emgak qurilmasiga ega ingliz tilini biladigan matematik usta bu xalq bu yerda o'tirib Xitoy yiqilgan hamon bu foydali fursatdan foydalanib Xitoydagi korxonalar, ya'ni G'arbning cho'ng korxonalari bu yerda o'tirib Hindistonga chiqyapti. Asta-asta mening bilishimcha Xitoy bilan G'arb o'rtasidagi shunday talash-tortishlar jiqlavergan ahvol ostida Xitoyning tashqi o'zi ishlab chiqargan tovarlarni xalqaroga setish masalasida masalan qiyinchiliklarga yo'liqqan ahvol ostida tabiiyki bu yerda xalqaroliq o'zimda harakat qilayotgan Xitoyda xalqaroliq korxonalarning mol mulkining xalqaroga to'shilish nisbatida ig'ir to'salg'ularga yo'l qo'yilgan aniq. Mushundaq ahvol ostida xalqaroliq korxonalar, ya'ni Xitoyda bugun harakat qilayotgan korxonalar chiqmaganlari, ya'ni asta-asta Hindistonga chiqadi vatandoshlar. Dunyodagi siyosiy kuchning eg'ishmasi Hindistonga eg'iyotdi, Hindistonga. Shuning uchun sizga bir misolni keltiray. Undaq bo'lgan bo'lsa, Angliyada Rishi Sunak apandim, Hindistonliklarning avlodi bo'lgan Rishi Sunak apandim Angliyada nimishqa taxtga chiqib qolgandi. Mening bilishimcha kelgusi Amerika va boshqa davlatlardami Hindiston avlodidan bo'lgan, masalan Kamala Harrisga o'xshash Hindiston avlodidan bo'lganlarning taxtga chiqib qolsa, men bundan hech qanday vaqt hayron qolmayman. Chunki dunyodagi siyosiy tangponlik kuch Xitoydan emas, bugun Xitoydan Hindiston qarab turib yig'yapti vatandoshlarimiz. Xo'sh, andaqkan Hindiston bu yerda masalan kelgusida masalan shu Xitoyga o'xshash eng chong ishlab chiqarish bazasi, eng chong ishlab chiqarish o'rniga aylangan ahvolida Ipak yo'li qanday o'zgarmaydigini buni ko'rdingiz, siz tushundingiz. Bizning Uyg'ur davlati bilan Hindiston o'rtasida chegara bor. İlgiri Ipak yo'li mahsulotlari Xitoydan deydi, masalan Xitoydan ishlanib Xitoydan Uyg'uriston orqali Uyg'ur davlatlariga dunyoga taqalgan bo'lsa, bu dunyodagi ishlab chiqarishning bazasi, bugun ishlab chiqarishning bazasi kelgusida Hindistonga yetkazsa, bu yana ayni Ipak yo'li orqali Hindiston orqali Uyg'uristonga o'tib, Uyg'uristondan dunyoga taqaydigandir. Ya'ni demakki Uyg'ur davlatining, Uyg'ur jumhuriyatining dünya stratejisida o'ynaydigan roli bundan keyin kuchaydi-kuchaydikin hech qanday vaqt tövanga qarab turmaydi vatandoshlarimiz. Plus undan boshqa bizning davlatimizdagi mana shundaq nozik metallar. Nozik metallarning dunyoda 96% buni tipik misoli litium elementining Uyg'uristonda bo'lishi. Ipak yo'lining Uyg'uristondan o'tishi, Xitoy yiqilgandan keyin Hindiston orqali dunyoga taqilishi. Uyg'ur davlatining dunyo strategiyasidagi o'rni ko'tarildi, yuqorilaydi, ammo hech qanday vaqt past qarab turib cho'kmaydi. Shuning uchun biz dunyoda Uyg'ur genocide degan. Dunyo xalqimi shuning uchun bu Uyg'ur genocide qanday bo'lgan bo'lsa Xitoyning mandaq suiqasdi bor ekan, Uyg'ur degan bu millatning taltukis yo'q deb bu zaminni o'zining qilib olmoqchi ekan degan nuqta bilan bizning sepimizda turib Uyg'ur davatqacha ishchimizdan chiqqan o'zini turkiy deydigan fosiq ifloslar chiqib o'tirib, "Yo'qsa Uyg'ur dema" deganliklarning o'zini siz qanday qarab tushungansiz? Xitoy uchun harakat qilayotgan odamlarniki qanday odamlar ekan? Siz buni azroq zarrichilik aqlingiz bo'lsa, buni to'g'risini tushuna olasiz. Xitoyning maqsadimi Uyg'ur davlatida Uyg'ur degan millatning taltukis yo'qitib o'tib, uni shu o'zining Xitoylar bilan boshqa millatlar bilan bir davlatga aylantirish. Ishchimizdan chiqqan jasuslarning mutqayiri sen Uyg'ur dema degan. Buni 2010 bilishimcha 2019-yil 6-oyning 17-kuni masalan 6-oyning 17-kuni shu Amerikada tunji qator Uyg'ur qonuni chiqqan vaqtimizda men 6-oyning 21-kuni shunday degan unutib ketgan qarindoshlarimiz dunyoda Turkistonizmdan iborat bu dashqal ideya oxirlashdi, Uyg'urizmdan iborat bu yo'l boshlandi degan. Shuning uchun millatimizga bu qadar siz Uyg'urlikqa qayting. O'zingizning Uyg'ur kimligingizga qayting. Uyg'ur davlatingizga qayting, Uyg'ur millatchiligingizga qayting. Sizning o Turkiya, Kurkilaringizdan hech qaysidan hech qanday foyda kelmaydi. Sizni sassiz sotadikin sizga hech qanday foyda kelmaydi. Takrar so'zlab ketayotgan insonlarning biri biz, biri men.
Şu sebepten bizning iymon e'tiqodimizning qusurida o'tirib, har turli tuhmatlarni qilib keldi, ammo biz yo'limizdan qaytmadik. Reallik, paket, amaliyot hamma narsani ko'rsatdi. Uyg'urning dushmanlarining qanday Uyg'urga dushmanlik qilayotganligini biz ko'rdik. BDTda ovoz bergandan tortib ta bugunga qadar qanday bo'lganligini biz ko'rdik vatandoshlar. Xulosa vatandoshlarimiz buni ilgirki siyosatchilar degan dunyodagi mushu litiumga o'xshash eng oz ishlaydigan metallarning %96% bizning zimminimizda. Uyg'ur tuprog'idan chiqqan litiumsiz mushunda oz uchraydigan metallarsiz ne Amerikaning F-35 ucholmaydi, ne Turkiyamizning olami chiqqan raketlari chiqolmaydi, ne o'zi ishlab chiqadim deb turib mondoq kirilayotgan mayli Turkiyada bo'lsin, qanday yerniki davlatlarning aeroplanlari, aqlliq bombaları, kompüterler hamma narsamiz Uyg'urning qenisiz, Uyg'urning tuprog'isiz, Uyg'urdan chiqqan ash litium elementlarsiz hech qaysi dunyoga kirilib ketolmaydi. Shuning uchun bugungi dunyo Uyg'ur sizga deb qo'yay. Shuning uchun 21-asr u Uyg'ur. U Uyg'urning asri desangiz hech qanday vaqt xato bo'lmaydi. Dünyada Uyg'urning dushmanlari har zamonki Uyg'ur qarshi harakat qilgan bo'lsa, ya da dunyoda Uyg'ur degan narsa tok Uyg'ur mustaqil bo'lib, Uyg'ur Cumhuriyati degan narsa xaritaga tushgan qadar bu takrorlanmoqda vatandoshlar. Xulosa ranglik metal, ikkinchisi Ipak yo'lniki o'rni hech bir zaman Ipak yo'li o'lmaydi. Ipak yo'lniki boshlanish nuqtasi bugun Xitoy bo'lgan bo'lsa, Xitoy yiqilgandan keyin bu boshlanish nuqtasi Hindiston bo'ladi. Hindiston orqali yana Uyg'ur davlati dunyoga taqaverdi, ipak ishlab chiqqan tovarlar va u yoqdan kelgan xomashyalar Hindiston orqali taqilaverdi. Uyg'ur xalqining hech qanday vaqt biz Hindiston mushundaq bir buyuk yo'lning ustida bizning hech qanday vaqt Turkiyaga, qozig'ingizga, mazig'ingizga ehtiyoji yo'q. Çünkü Uyg'ur davlati Hindiston bilan hamkorlashgan vaqtning o'zida, chunki Hindiston bizdan abad hamkorlashishga muhtoj. Chunki boy degandek bir oz uchraydigan metallar, mana shu raketada hamiz bizning ziminimizda Hindiston dunyoda kuchli davlat bo'laman deydigan Uyg'urga hamkorlashma turib hech qanday ehtiyoj yo'q. Shuning uchun Uyg'urlar o'zining tovar mahsulotlarini Hindiston orqali Hind okeaniga tushirish orqali tijorat qilib ketaverdi. Sizning turkingiz bilan, qozig'ingiz bilan, mazig'ingiz bilan ehtiyoji yo'q. Ularning bundan bizga ehtiyoji bor. Bilib qoling, bizga ehtiyoji bor. Qozig'ingiz bo'lsin, mazig'ingiz bo'lsin, turkingiz bo'lsin, purkingiz bo'lsin, amerikangiz bo'lsin, yevropangiz bo'lsin. Hammasining Uyg'ur va Uyg'ur davlatiga ehtiyoji bor, qarindoshlarimiz. Qolgan narsalarni tekrar o'rganib chiqing, ziminingizning qanchalik qimmatliligini o'rganing, tadqiq qiling. Xulosa Uyg'urlik qayting. Uyg'ur degan bu old tarifdan aslo va aslo voz kechmang. Uyg'ur demaklik, Uyg'ur genocide demakdir vatandoshlarimiz. Uyg'urning mustaqilligi demaklik moyatqanchig'ida Amerika, Yevropa, nurg'un davlatlarning mustaqilligi va o'zining egalik huquq bexatarligini qo'g'dash masalasi demakdir vatandoshlarimiz. Sözümü müşahede ahırlaştıray. Yeni sözlep kelsek bu temalarni yeshib, onundan litiumdan ötüp magniydan ötüp kaliga ötüp kelsek, vaqtimizda bu ranglik metal, başka metallarga ötüp kelsek, endi vaqtinglarni bakcha qilib o'tamiz. Biz eng oddiy qutbiyada litium elementini misolga keltirdik, qarindoshlar. Qolgan neft, gaz falan bu narsalarni demayli vatandoshlarimiz. Xitoy hukumati omolining yo'qligidan, tuproqni u yoqqa bu yoqqa yo'tkashning omolining yo'qligidan Rossiyadan kelgan gazni bizning davlatimiz orqali o'ziga bag'ildi. Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston hatto 10,000 kilometrlik doiradan bizga bag'ildi. Nima degan bechora Xitoylar, Nima degan bechora Xitoylar? Shuning uchun Xitoy hukumati u tuproqdagi u dunyoni kuchli ko'rsatayotgan o'zining raketa, masalan, atom bombasi yasadi falan bugunday vatandoshlar, yana bir narsa misolga aytib qo'y. Uran degan elementning 235 va 238 deydigan ikki izotopi bo'ladi vatandoshlar. Masalan, uraniumning 238 degan izotopi sizning Turkiyangizda chiqmaydi. Qozog'istondan eng supasi chiqadi. Ya'ni chiqadigan Uyg'ur davlati. Xitoy hukumatining mushkamga qadar 46 qat atgan atom bombalarining xom ashyosi yana Uyg'ur davlatidan chiqqan.
nurg'un davlatlardan uranning 238 izotopi chiqmaydi. Türkiye hükümetimi bugün Rusya bilan birleşip Oqqo'yinda bir atom elektr stansiyasi quramiz deb o'tirib harakat qilyapti. Buning xamashasini nereden keladi? Qozog'iston yo bamisa yana Uyg'ur davlatini Xitoyning qo'ng'irosiydi. İran hükümeti bugün nima uchun 1998-yili başlagan atom elektr stansiyasidan ta hozir qadar 40 yil o'tay deb qoldi. Bir qator o'tirib bizning atom qurolini nima qilib portlatolmadi? Xulosa, uranning 238 izotopining yetarli darajasini qo'lga keltira olmaganligida. Sizga deb qo'yay vatandoshlarimiz. G'arb dunyosida dunyoning har qanday bir yerida atom bombasini biz portlatdik deb o'tirib degan bo'lsa, buning garanti %80% uranning 238 izotopi bizning Uyg'ur davlatidan kelgan. Anda bo'lgan bo'lsa, raketalarning hammasi bizning Uyg'ur davlatidan chiqqan, litiumga bog'liq bo'lgan bo'lsa, Ipak yo'li bizga bog'liq bo'lgan bo'lsa, bizning dushmanlarimizning bizning ishimizdan chiqqan xoin pas munofiqlarningki bu tuproqning qanchalik qimmatligini bizning dushmanlarimiz bilgan bo'lsa, anda qolsa Uyg'ur degan gaplarni dema deb o'tirib 360 kun o'shib ketishi, tillab ketishi, kech kunduz uqtimay o'tirib bu Uyg'urni tillashi begona emaski. Buni siz bilaladingiz. Uchurning dastlab uchurlarini ba'diq vatandoshlar keyin yana fursat bo'lsa Muşundaq temalarda biz so'zlaymiz vatandaşlarımız. Uyg'ur degan bu büyük ismdan aslo va aslo voz kechmang vatandaşlarımız. Deydigan gapim mana shu. Tekrar shanba kunlar xayrli bo'lsin. Ko'rishga omon bo'laylik qarindoshlar. Xo'sh.